Assalomu alaykum, qadrdonlarim, aziz kuzatuvchilarim. Bugun videoda shunchaki plitka artish jarayoni emas, balki biz ayollarning kundalik hayotida kichik bir terapiya haqida gaplashmoqchiman. Ba'zan hayotimiz ham xuddi shu plitkalar kabi turli dog'lar, charchoqlar va mayda-chuyda tashvishlar bilan qoplanadi. Lekin ularni artib, yaltiratib qo'yish bu o'zimizning qo'limizda. Ko'pincha biz hamma narsaga ulgurishim kerak, mukammal bo'lishim kerak deb o'zimizni charchatib qo'yamiz. Lekin aslida esa baxt mana shu hozirgi lahzalarda. Misol uchun shu plitkani artayotganimizda, uyimizga berilgan rizqqa, oilamizning tinchligiga shukronalik aytishimizda, har bir harakatimiz bilan uyimizga fayz va nur olib kirayotganimizni his qilishimiz kerak. Tozalik faqat ko'z bilan ko'riladigan narsa emas, u qalbimizdagi tartib hamdir. Aziz ayollar va singillarim, agar hozir charchagan bo'lsangiz yoki kayfiyatingiz yo'q bo'lsa, shunchaki bir piyola choy iching va atrofingizga qarang. Siz qilayotgan har bir kichik ish bu oilangizga bo'lgan muhabbatingiz izhoridir. Sizning tabassumingiz va uydagi ozodalik xonadoningizning eng katta boyligi. O'zingizni asrang, chunki siz baxtli bo'lsangiz, butun oilangiz baxtli bo'ladi. Mana plitkalarimiz ham yaltirab chiqdi. Xuddi niyatlarimiz kabi pokiza bo'ldi. Siz bugun tozalagan uyingiz ertaga yana kir bo'ladi. Siz bugun pishirgan ovqatingiz ertaga yana pishirishingiz kerak. Lekin bolani yoshi o'tib ketadi-da. Bolangiz har doim ham 5 yashar bola bo'lmaydi. Bir ko'zingizni yumib ochsangiz, shu 2 marta, 3 marta uyingizni tozalab, o'zingizga kelganingizda bola 16 ga kirib qolgan bo'ladi. Shu narsani hech qachon esingizdan chiqarishingiz kerak emas. Shu uyni yoyayotgani, kechalari uxlamayotgani, yig'layotgani, sizni kechalari bola qarab uxlamayotganligingiz, barcha qiyinchiliklaringiz vaqtincha. Chiroyli hayot, baxtli kunlaringiz hali oldinda. Agar bugun sizga ozgina bo'lsa ham yaxshi kayfiyat bera olgan bo'lsam, men juda xursandman. Kanaldagi yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Xonadoningizdan fayz va baraka hech qachon arimasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.